Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabinlar, videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Qabrdan tirik chiqqan qiz haqida hikoya. Andijon viloyatining qaysidir tumanida bo'lgan voqea. Bir chiroyli, odobli, esli xushli, hamma ishlarini vaqtida qilib, 5 vaqt namozni erinmasdan o'qiydigan bir qiz bor edi. U qiz juda ham odobli. Bir kuni u qiz plitaga suv qo'yayotib, to'kni ochiq turgan joyini nogahon bilmasdan ushlab oladi. To'k juda ham ko'p va kuchli bo'lgani sabab qizni to'k urib otib yuboradi. Aksiga olib qizni uyida hech kim yo'q bo'ladi. Onasi bozorga endigina ketgan, dadasi esa Rossiyada ishlaydi. Shu ahvolda qiz ancha vaqt qolib ketadi va o'lib qoladi. Onasi bozordan kelib qizining ahvolini ko'rib dod deb yig'ladi. Qo'shnilari chiqadi, doktorlar keladi. Xullas qiz o'ladi deb o'limga tayyorgarlik ko'rishadi. Dadasi kelguncha kutmay qizni qabrga qo'ymoqchi bo'lishadi. U qizni eng yaqin dugonasi bo'ladi. Dugonasining ismi Nozima, qizning ismi esa Zulxumor bo'ladi. Zulxumorning o'lganini eshitgan dugonasi Nozima tez uni uyiga keladi va dugonasi murdasi yotgan uyga kirib dod deb Zulxumorni quchoqlab yig'laydi. "Ishonmayman dugonajon, o'tgan kuni seni ko'rib birga aylangandik-ku. Bir pasda senga nima bo'ldi?" "Yo'q, ishonmayman, tur. Zulxumor tur" deb yig'layotsa, Nozimaning sochini kimdir tortganga o'xshaydi. Cho'chib orqasiga qarasa hech kim yo'q. Zulxumorning onasi Xolash narigi tomonda yig'layotgan edi. Nozima bunga uncha e'tibor bermadi. Xullas, Zulxumorni qabrga qo'yishadi. Ertasiga dadasi kelib janjal qiladi. "Nega meni kutmadilaring? Hech bo'lmasa qizimni o'ligini, jonsiz tanasini bo'lsa ham ko'rardim. Axir 1,5 yildan beri Zulxumorimni ko'rmagandim-u. Yagonam, nega meni tashlab ketding, ayt?" "Nega?" deb bechora dadasi yig'laydi. Oradan 2 kun o'tib Zulxumor dugonasi Nozimani tushiga kirib, "Dugonajon, men tirikman. Meni tirikligimga ishon. Meni olib ketinglar bu yerdan. Kelinglar, dadam ham kelsinlar. Ularni juda sog'indim. Kelinglar, men tirikman" dedi. Nozima ko'rgan tushini oyisiga aytadi. Oyisi esa qizim dugonasi o'limidan qattiq ta'sirlanibdi. Qizimni o'qitaman deb bir o'qiydigan ayolga o'qitadi. Lek yana Zulxumor Nozimani tushiga kirib, "Dugonajon, ishon, men tirikman" dedi. Nozima esa yig'lab, "Oyi, dugonam tirik, u meni olib ketdi deyapti. U tirik" deb yig'ladi. Nozimaning oyisi endi imom domlaga olib borib bor gapni aytib beradi. Domla esa tushni ta'bir qilib ko'rib, ko'rgan tushi to'g'ri bo'ladi. O'lgan qizni ota-onasidan so'rab qabrni ochish kerak dedi. Xullas, Zulxumorning qabrini ochgani ota-onasi rozi bo'ladi va Zulxumorning qabrini ochishadi. Qabrni ochgani Zulxumorning dadasi, onasi, dugonasi Nozima, uni oyisi, imom domla va go'rkov bo'ladi. Qabrni ochib hamma ne ko'z bilan ko'rsinki, Zulxumor qo'yilgan joyda yo'q. Qabrga hamma kirgani qo'rqadi. Lek yagona Zulxumorning onaizori qizim tirik ekan, nega qizimning oldiga kirgani qo'rqar ekanman deb go'rkov bilan qabrga tushadi. Qarasa, bir chekkada oppoq libosda yagona qizi Zulxumor beg'ubor bo'lib uxlab yotardi. Qizini ko'rgan onaizori borib qizni bag'riga oladi. "Qizim, Zulxumorim, yagonam, tirikmisan? Ko'zingni och bolam" deb yig'laydi. Alloh qudratingdan olgan Zulxumor ko'zini ochadi. "Onajon, men tirikman, qarang." "Onajon" deb onasini quchoqlaydi. Ular qabrdan chiqishadi. Zulxumor otasini ham ishongisi kelmaydi. "O'zingga shukr Allohim" deb hammasi Zulxumor bilan ko'rishadi va Zulxumor uyga kelib dugonasi bilan gaplashadi. Nozima, "Zulxumor dugonajon, qabrda qo'rqmadingmi? Meni kechir, birinchi kun tushimga kirganingda oldinga bora olmadim. Meni kechir, qiynalganing uchun" deb yig'lab yuboradi. Shunda Zulxumor, "Yig'lama dugonajon, men qo'rqmadim. Meni oppoq bir chiroyli kapalak qo'riqladi. Qop qorong'u qabrimni yop-yoriq qilib turdi. Qo'rqmadim ham, qornim ham ochmadi" deb dugonasini yupatadi. Xullas, Zulxumorni to'y ko'rib o'lgan-ku.
Shunga qabrga qo'yganda yer zak bo'larkan. To'kur bo'lgan insonlar ba'zi bir hollarda zaxda tirilib ketarkan, lekin qabrdan chiqa olmasdan yana o'lib qolarkan. Lekin Zulxumor esa pok va odobli qiz bo'lgani uchun, 5 vaqt namozni erinmasdan o'qigani uchun, sof dil va oqko'ngilligi uchun Alloh uni tirik qaytaribdi. Qop-qorong'u qabriga mittigina kapalak jo'natib, yop-yorug' qilibdi. Lekin Zulxumorning qo'llari ozgina shilinib, qavarib ketibdi. Chunki qabrdan chiqaman deb yerni titalaganidan yorilib ketibdi. Shundan so'ng Zulxumor 40 kun ko'chaga chiqmasdan chilla saqlabdi. Chunki qabrdan tirilib qaytgan odam 40 kun chilla saqlashi kerak ekan. Xullas do'stlar, biz ham bir kun o'lamiz. Shunga o'zimiz uchun, oxiratimiz uchun savob ishlar ko'proq qilishga harakat qilaylik. Biz ham 5 vaqt namoz o'qiylik. Hech bo'lmaganda bir vaqt bo'lsa ham, chunki Zulxumorning taqdiri hammamizni boshimizga tushishi mumkin edi. Xulosa o'zingizdan yaxshilar.